boshladim deydi-da, ko'rko'rona ozgina mehnat qilib qo'yishadi. Biz qo'shnilar bilan kelishgan holda o'zi bu kompaniyani yopishinglarni so'raganmiz. Chunki umuman bu yerda shu oladigan puliga nisbatan ish yo'q. Liftimiz bir kun ishlasa, bir hafta ishlamaydi. Yashnobod tumani Katta Qo'yliq mahallasi hududidagi ko'p qavatli uyda istiqomat qiluvchilar tomonidan tushgan shunga o'xshash yana bir qancha e'tirozlar sababli soha xodimlari tomonidan nazorat tadbiri tashkil etildi. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan mazkur tadbirda ko'p qavatli uyning kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati ko'zdan kechirildi. Jarayonda boshqaruv servis kompaniyasida bir qator jiddiy qonunbuzarlik holatlari aniqlandi. Jumladan, kompaniya tomonidan ko'p qavatli uylarning issiqlik tizimi va kanalizatsiya tarmoqlari ta'mirtalab ekanligi, yerto'la qismi antisanitariya holatda ekani hamda dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmaganligi, ichimlik suvi va oqova suv quvurlari teshilganligi hamda noma'lum muddatdan beri e'tiborsiz qoldirilganligi, kirish yo'laklari ta'mirtalab holatda ekanligi, yerto'la qismida maishiy chiqindilar to'planganligi kabi holatlar aniqlandi. O'tkazilgan o'rganishlar jarayonida birinchi A uyning yerto'lasi antisanitariya holatida ekanligi, ya'ni chiqindilar borligi, 4 ta joyda suv oqish holati borligi aniqlandi. Bundan tashqari ushbu boshqaruv servis kompaniyasi ko'p kvartirali uyning tutash hududidagi noqonuniy qurilmalar to'g'risida inspeksiyaga ma'lumot bermaganligi ma'lum bo'ldi. Aniqlangan holatlar yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi 2-qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravari miqdorida jarima jazosi belgilandi va aniqlangan holatlarni bartaraf etish, ko'p kvartirali uyning yerto'lasini toza va ozoda saqlash yuzasidan yozma ko'rsatma berildi. Eslatib o'tamiz, shu kabi nazorat tadbirlari soha xodimlari tomonidan boshqa hududlarda ham o'tkazilmoqda.